Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuhu hammaga. Aziz birodarlar, bugun sizlarga yagona qabul portali orqali shu oxirgi qabulda topshirilgan arizalarni holatini tekshirishlikni video qo'llanma sifatida tushuntirib o'taman. Bu juda ham oson, inshaalloh o'rganib olasizlar. Xo'p, dastlab bizga tekshirishlik uchun brauzer kerak bo'ladi. Ya'ni qidiruv tizimlari bu Google Chrome qidiruv tizimlari ichida eng yaxshisi. Shuni tanlab telefonimizdan kiramiz. Xo'p, kirganimizdan keyin qidiruv yerida, qidiruv joyida study, ingliz tilida study in Saudi deb yozamiz. Mana birinchi chiqib keladi. Xuddi shunday qilib yozinglar, xato qilmasdan. Xo'p, keyin kirganimizdan keyin mana arab tilida Udrus fi Saudiya deyilgan. Mana shu yeriga bosamiz. Xo'p, hozir obnovet qilyapti. Sal kirish qiyinroq bo'ldi. Xo'p, mana kirdi. Xo'p, kirgandan keyin quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Agar arab tilida turgan bo'lsa, sizlar o'zlaringizga qulay bo'lgan tilda o'tkazib olishlaringiz mumkin. Xo'p, men endi qo'llanmani ingliz tilida tushuntirib o'taman, qulayroq bo'lganligi uchun. Endi kimga qaysi lug'at qulay bo'lsa, o'shanga o'tkazib olib bemalol ishlatish mumkin. Internet sal muammo bo'lyapti. Mana endi kirdi. Xo'p, mana telefonimiz kirib bo'lgandan keyin bu yerda tarjima qilib yubordi. Xo'p, login qismiga o'tamiz. Mana login yozilgan ingliz tilida. Shu loginni bosib kiramiz. Quyidagicha oyna. Xo'p, mana birinchi yozilgan mana odamchani shakli turibdi. Mana shu shaklda emailimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz topshirib bergan birodarlarga jo'natganmiz. Birinchi o'sha emaili, ikkinchi kodi yozilgan bo'ladi. Ana shu kodlarni ketma-ketlikda yozamiz. Birinchisi ya'ni o'sha username bo'ladi. Menda saqlangan kodim bo'lganligi uchun uni avtomatik kiritaman. Va pastda mana mayda harflar yoki sonlar aralash bo'lishi mumkin. Shuni katta kichikligini bir xil qilib yozamiz. E'tibor berib, agar bu ham xato bo'lsa, tizimga kirmasligi mumkin. Xo'p, mana kirib oldik. Kirganimizdan keyin mana ingliz tilida bo'lsa, agar chap oynasida ekranda mana ikkita chiziqcha turibdi. Mana shu ikkita chiziqchani bosamiz. Bosganimizdan keyin xo'p, o'zbek tilida tarjima qilib boshlabdi. Buni tarjima qilishni o'chirib qo'yaman mana. Xo'p, mana bu yerda endi My Requests degan yeri bor. Mana shu My Requests kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerda mana bunday My Pending Task degan bo'linma chiqadi. Bu bo'linma birinchi hisoblanadi, ikkita bu yerda o'zi. Bu yerda arizaning holati agar qaytib kelgan yoki xatolik kiritilgan bo'lsa, o'sha muad holatlari bo'lib turibdi. O'sha mana shu My Pending Taskda kelib chiqadi. Bizga, ya'ni odatda mana bu yerni bosamiz, mana bu yerini va My Applications degan bo'limni tanlaymiz. Bizga shu bo'lim kerak hozir. Mana bu yerda arizamizning holati mana shunday chiqib keladi. Mana bu yerda raqamlari, qachon topshirilgan sanalari bu. Bu javob chiqqan sanasi emas, qachon topshirilgan sanasi. Mana shunday oson bir tarzda tekshirishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh.